Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi? Qog'ozlaringizni oling. Qog'ozlar ko'p ketdi. Mana bu o'tgan yil Hindistonga ham borgandim. Hindistonga ham bordingizmi? Yo'q, boshqa ish bilan borgandik. Bu yerda qildirib kelganman. Mana bular yangi. Yangisini bering-da. Shu bular. Shu hozir yangisi mana shu 4 ta. Shu bir oyda ichida 4 ta qildirdim. Nima buncha ko'p? Avval bilishmadi, keyin bilindiki, shu siljigani bor ekan. Avval grija deyishdi. Rengi. Buni ko'rdim. Bu rengini kerak emas, menga tomografiyasi kerak. Shu rengimda chiqdi-da, siljigani bilindi. Tomografiyada ham ko'rsatdingiz-ku menga chiqqan joyini. Ha, keyin tomografiya qildim. Aha. Xo'p. Tak, endi tanishib olsak. Qayerdansiz? Tojikistondan. Qayerdan? Dushanbedan. Qani qog'oz, ismi, familiyangiz? Mana shu Mastona. Qurbonxon va Mastona 78-yil. Tojikiston Respublikasi, Dushanbe shahrida o'zida turasizmi? Ha, men shaharda turaman. Ha. Smeshение bor ekan 3 mm. Eng pastida S1 da ekan. Unchalik vahima joyi yo'q. 3 mm bilan 18 mm farqi bor. Eng katta ishim shu, 18. Joyiga solib berganim. Kecha ketgan odamniki ham 7 mm midi. Oqsoqolda videosi bor-ku. Paytgacha grija deb men tavbat qilganman. Bu skallistal siljiganligini endi bildik. Yo'q, bu og'riq bir xil beradi. O'rningizdan turishingiz, yerishingiz. Asosiy mana bu qismda ekan, mana. Mana bu yerda turibdi, chiqib turibdi, joyiga solib beraman, xudo xolasa. Mana shu yurishda shunday tortilib, ana orqa tarafini tortib, bir oy og'irlashib qoladi. Hozir qandaysiz hozir yurib kelganingizda? Hozir ancha, mana shu bir hafta, 2 hafta bo'ldi. O'zidan qo'yib yubordi. O'zidan o'zi qo'yib yubordi. Undan oldin mana shu yanvar oyidan buyon yeb ketardi. Mana ich tarafda, mana shu tarafda mana shunday og'riq. Orqa tarafdan tortib 10 qadam yursam, u yo'lda o'rtasida ham o'tirib qolardim. Bitta oyog'im shu uyushgan. U ushaveradi-da u. Lekin bir 15 kun massaj oldim, karipazin bilan svet oldim. Tavbat ko'p qildim. Gabapentin 3 oy 4 oy tinmay ichdim. Vaqtida davolab beraman. Birinchi 10 kunlik ko'ramiz. Yetmasa yana yotasiz qolgancha. Qachon ketishingizni bilasizmi? Shu 10 kunlik nima qilganmiz? Yo'q. Ketishingiz balkim 7 kunda bo'ladi. Balkim 18 kunda bo'ladi. Bilmaymiz. Ketishingiz faqatgina og'riqdan batamom butkul qutulsangiz javob beraman. Ishim bor, 30 kun tugadi deyotgan bo'lsa, qo'limda urmay qo'yaveray. Yo'q. Kelishdiga maqsad tuzatish. Mayli deb turib, doktorlarga o'xshab turib, mana unday kurs lecheniya o'tkazdirib, og'riq keyin qoladi emas. Mana uyimda qolib ketish kerak. Mana shu yerda o'zida qoladi, siz rozilik berasiz mana ishimga, undan keyin javob. Kelishdingmi? Rahmat. 100% ga. 100%. Ana shu. 100% yaxshilab berganimdan ko'ra, lekin unga chidab turishingiz kerak. Kun uzayib qolishi mumkin, kun kalta bo'lishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Sizdan og'irroq odamlarga ham undan oldin davolab berganman, 10 kundan oldin. Shuni ham operatsiya dedi-ya, oxirgi. Albatta, operatsiya 48 million pul turadi, 5 ming, 6 ming dollar turadi bu kamida. Eronliklar shunday dedi. Shundaymi? Fiksatsiya qo'yamiz dedi. Fiksatsiya qo'yiladi. Mayli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qurbonxonova Mastona 79-yil, Tojikiston Respublikasi Dushanbe shahri. Keldingiz menga. Ikkinchi kuni kelibsiz. 2-oktyabr 25-yil. Shikoyatingiz, shikoyat. Остеохондроз первой степени, спондилоартроз поясничного отдела позвоночника, левосторонний сколиоз грудного позвоночного отдела первой степени, задний стабильный спондилолистез. Так. Дальше. Смещение
Сзади коси, но 3 миллиметра deb qo'yibdi. 3,3 millimetra. Undan tashqari mana bu смещениyaning qog'ozi. Так. Mana shunday. Mana. Ozgina bu yoqqa qarab siljigan. Kichkinagina, katta emas. И asosiy L5 S1 da mana chiqib turibdi. Kirjingiz. Mana siz bezovta qilayotgan narsa. Mana shunday chiqib turadi. Ko'rdingizmi? Shishib qoladi joyi, kengayib qoladi, orqaga kirib ketolmaydi. Umurtqani qo'l oyoqdan tortib turib, ikki tomonga tortgan hisobiga mana bu joy ozgina ochiladi, joyiga kiradi. Og'riqlaringiz mana bunday holatda yuz bergan edi. Mana bunday. Qarang. Ko'rdingizmi? Mana shundan nima qoldi hozir? Nimadir o'zgardimi? Ha, o'zgarish ancha bor. Yaxshi, Xudoga shukr. U og'riqlar, kecha-yu kunduz og'riqlar yo'qoldi bu tarafda hammasi. Belda og'riqlar yo'q. Xudoga shukr. Nima qoldi? Nima kamchilik qoldi? Bitta oyog'im sal uyushgan, tamom. Unisi ham endi Xudo xolasa. Tikka turib, o'tirib turishingiz hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi. Ha, sog' bo'ling, bo'lmasa. Siz sog' bo'ling, doktorjon. Ha, men so'rayotganim faqatgina ikkita narsa so'rayman. Meni mehnatimga rozimisiz? 100 marta, 1000 marta roziman akajon. Xarajatingizga rozimisiz? Ha, 100 marta roziman akajon. Sog' bo'ling. Siz sog' bo'ling. Minglab odamlar tavbat qilasiz ekan. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Yaxshi yetib boringlar. O'zingizni ehtiyot qiling, turnikka osilib turing. Xo'p.